maqsad mana bugun tashkiliy ishlar tibbiyot sohasida ancha yil faoliyat ko'rsatgan Usmonov Ulug'bek O'ktamovich bugungi kunda mehnat faoliyatini boshqa muassasada davom ettirish munosabati bilan sizlar bilan birga bugungi uchrashuvda yig'ilganmiz. Viloyat tumanimiz prokurori, tumanimiz ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishtirok etyapti. So'z navbatini viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga so'z navbatini bersam, keyin o'zim sizgacha tuman tibbiyot birlashmasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar to'g'risida qisqacha axborot bersam. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, hurmatli prezident. Ruxsatlaringiz bilan Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining 2022 maydagi 76-K sonli mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risida buyrug'ini o'qib eshittirsin. Usmonov Ulug'bek O'ktamovich 2022 may Ishtixon tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'ining davolash ishlari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlansin va shu munosabat bilan Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Ko'ktarmoq markaziy poliklinika mudiri lavozimidan ozod etilsin. Vaqtinchalik Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Ko'ktarmoq markaziy poliklinika mudiri vazifasi Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'ining davolash ishlari bo'yicha o'rinbosari Anvar Bobomrodov zimmasiga yuklatilsin hamda unga birlashmaning barcha hujjatlariga birinchi imzo qo'yish huquqi berilsin. Asos: Usmonovning arizasi, u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi, A. Bobomrodovning rozilik xati hamda mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi qo'shimcha kelishuv. Hammada Afqar tumanida balki viloyatda obro' e'tibor ega bo'lgan odam hisoblanadi. Xabarlaringiz bor, o'sha bu kishi bosib o'tgan yo'llarni bilasizlar. O'sha Ishtixon tuman tibbiyot birlashmasida ish boshlagan. Undan keyin viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasida bir 4 ta adashmasam tumanda rahbar lavozimida boshlagan. Bunaqa karyera bizni tibbiyot tariximizda bo'lmagan hech qachon. Qolaversa ko'pdan ko'p shogirdlar yetishtirib chiqqan. Mana biz ham mana shu Ulug'bek shogirdlari hisoblanamiz. Shu kelajakdagi ishlariga omad, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Endi bu Paxtachi tumanidan bizga ishlagani ma'qul bo'lishi, lekin oilaviy sharoitlarni hisobga olib, bundan tashqari Turkiya tajribasi asosida pilot hududlar bor. Bizlarda demak boshqa hududlarni olingan Ishtixon, Samarqand shahri yurga o'qishni nimasi mehnati kerak bo'layapti Ishtixon tumaniga. Shuning uchun sizga ham ishlaringiz rivoj. Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasi jamoasi yaxshi jamoa, yaxshi natijalar berishasizlar. Ishlaringiz ko'p, bu kishini ish tuzilmalarini o'rgandingiz, tajribangiz ortdi. Siz ham ishlaringizga rivoj, e'tiboringiz uchun rahmat. Ruxsat bersangiz, Paxtachi tuman hokimligi keng jamoatchiligi nomidan Usmonov Ulug'bek O'ktamovichning qisqacha faoliyati, tumanimizda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tsin. Usmonov Ulug'bek O'ktamovich Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi lavozimida 2022 yildan boshlab o'z mehnat faoliyatini boshlagan. Bevosita Ulug'bek O'ktamovich o'z faoliyatini boshlagandan buyon tumanimizda tibbiyot sohasida tubdan o'zgarishlar bo'lgan. Eng birinchi navbatda jamoada ahillik, sog'lom muhit yaratishni boshlagan xabarlaringiz bor. Tibbiyot sohasida ancha kamchiliklar, muammolar yuzaga kelib qolgan edi, tiqilib qolgan edi. Bevosita Ulug'bek O'ktamovich rahbarligida shu jamoa tomonidan hamda hamkor tashkilotlar tomonidan tumanimizda tibbiyot sohasida ko'plab ishlar amalga oshirildi.
birgina 2022-yilda Sog'liqni saqlash vazirining 192-sonli buyrug'iga asosan bitta laparoskop, bitta ensiklopedika, 3 ta gemodializ, 7 ta IVL, bitta PCR va bitta gematologik analizator yuqori texnologik operatsiyalarni faoliyatini amalga oshirish maqsadida olib kelingan laparoskop apparati tarkibiy tuzilmalar to'g'risida 1.2 milliard so'mlik yangi bino qurilishi, reanimatsiya bo'limida ham 1.2 milliard so'm mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, foydalanishga topshirildi. Birgina 2024-yil davomida erishilgan natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, markaziy shifoxona hududida 230 metr endilikda asfalt yo'l qismi to'liq olib tashlanib, hovlining mablag'lari hisobidan beton qoplamalar bilan qoplandi. Tuman hokimligi tomonidan markaziy shifoxona bo'limlari, oilaviy poliklinika, oilaviy shifokorlik punktlarini joriy ta'minlash ishlariga 350 million so'm mablag' ajratildi. Markaziy shifoxonaga mahalliy byudjet hisobidan 260 million so'mlik zamonaviy lift o'rnatildi. Bundan tashqari, muhtaram Prezidentimiz tashabbus bilan tashkillashtirilgan Open byudjet loyihasida tuman tibbiyotimizni eskirgan binolarini va bo'limlarini rekonstruksiya qilish hamda moddiy texnik bazasini takomillashtirish maqsadida 2024-yil Open byudjet birinchi bosqichida markaziy shifoxona hududlarida zamonaviy manshat dizayn loyihasi 1.3 milliard so'mlik mablag' bilan qo'lga kiritildi. Albatta, bu tashabbuslar birgina jamoa rahbari emas, bu yerdagi kollektivni ham ahilligi, birodarligi, hamjihatligi. Tumanimizda mana bu Open byudjetga qo'yilgan loyihalarning 3tasi tibbiyot sohasiga yo'naltirilgan. Bu ham bevosita Ulug'bek rahbarligidagi ushbu jamoaning birdamligi, hamkorligidan dalolat beradi. Biz albatta bugungi bundan juda xafamiz. Chunki Ulug'bek oxirgi 3 yillik faoliyatida tumanda amalga oshirgan ishlarini ko'rib, mana buni kelgusida birga davom ettiramiz degan niyatimiz bor edi. Hozir ham yangi loyihalar bo'yicha siz bilan birgalikda ko'rdik va uni yana takomillashtiramiz. Lekin har birimizda oila bor, vatan bor. Har kim ham o'z vatanidan uzoq joyda ishlab faoliyat ko'rsatish qo'lidan kelmaydi. Bundan tashqari, mana yuqorida aytib o'tilganidek, yurtboshimiz tomonidan tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan yangi islohotlarni aynan Samarqand viloyatining Ishtixon tumani, Bulung'ur tumani va Samarqand shahrida yo'lga qo'yilganligi, 2026-yildan bu pilot loyihalar barcha shahar va tumanlarda amalga oshirish belgilangan. Bu juda katta mas'uliyat talab etiladi ushbu pilot loyihani amalga oshirish uchun. 'Va buni amalga oshirish uchun malakali tajribali mutaxassislar
istaklarinizni borligimizni marhamat aytishingiz mumkin. Avvalambor Qayum Orbekov, Jamshid Turlayevich, hurmatli rahbarlar, jamoadoshlar, hamkasblar, tuman tashkilotlari faollari, rahbarlari, bugungi mana shunday tadbir uchun e'tibor uchun katta rahmat. Har bir boshlangan narsani tugashi bor, lekin mana shunday xotima ham har bir rahbar uchun menimcha eng bir yaxshi kunlar yoki baxtli kunlar deb hisoblash mumkin. Men o'zimni ham xuddi shunday baxtli inson deb bilaman. Alloh nasib qilib mana shunday tumanga kelib 3 yildan sal ziyodroq mana shu jamoa bilan birga ishladik. Barcha qilingan ishlar, kamgina ishlar mana hozir rahbarlarimiz tomonidan katta e'tirof bilan ta'kidlab o'tildi. Bu hammasi mana shu jamoamizning kuchi bilan, salohiyati bilan, bitta maqsadga birikib, sog'lom fikr bilan qilingan natijalar. Albatta buning uchun men jamoaning har bir a'zosidan men bilan yonimda bevosita yelkama-yelka bo'lib ishlagan va topshiriqlarni qabul qilib bevosita ijrochi bo'lib ishlagan barcha jamoamizning barcha a'zolariga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Minnatdorman barchalaringizdan. Umuman inson shaxsiy hayotda ham yoki mehnat faoliyatida ham hammasini orqaga qarab tahlil qiladigan bo'lsa, buni o'sadigan davri bo'ladi, stabil turadigan bo'ladi, keyin pastga ketadigan davri bo'ladi. Yosh nuqtai nazaridan, vaqt nuqtai nazaridan, shart-sharoit nuqtai nazaridan men agar kasbiy faoliyatimni qaraydigan bo'lsam, 4 ta tumanda, boshqarmada ishlab, lekin mana shu Qayum Orbekov men bugun faxr-iftixor bilan o'zimni vijdonimni oldida, iymonimni oldida, xalqni oldida, jamoani oldida yorug' yuz bilan ayta olamanki, eng bir faoliyatimdan qoniqadigan, shu oldimga qo'ygan maqsadlarimga erishgan vaqtim, davrim deb ayta olaman. O'zimga hisobot bergan paytimda ayta olaman, chunki mana shu hozir siz aytib o'tgan, e'tirof qilgan mehnatlar, bular hammasi yo'q joydan mana shu jamoaning mehnati bilan qilingan mehnatlar bular. Bu qandaydir investitsiya dasturi emaski, davlat tayyor pulni berib juda katta muvaffaqiyat, katta loyihalarni amalga oshirgan bo'lsa-ki, albatta juda katta maktab. O'zim uchun ham oldin bu jamoani nimasidan ham o'zimga ham faoliyatim nuqtai nazaridan, ham shaxsiy hayotim nuqtai nazaridan ham katta maktab oldim. Jamoa haqiqatan salohiyatli, Qayum Orbekovich, bilimli yoshlarimiz, kelajakda o'zini barcha nimalarni ko'rsatadigan komanda bor. Oldiga qo'ygan maqsadlari ham bor, rejalari ham bor. Bu ma'nolarda amalga oshirishda bu jamoaga faqat muvaffaqiyat tilayman. Bu birlashmani buguni uchun ham, kelajagi uchun ham befarq emasman. Qachon qanaqa maslahat yoki ko'mak kerak bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir ishlarni qo'l bilan qilish kerak bo'lsa-da, men tayyorman, chunki bu yerda bu kichkina gap emas yoki balandparvoz gap emas. 3 yillik mehnat, 3 yillik mehr, 3 yillik hurmat, aziz insonlar ko'zlar qolyapti. Bu albatta meni qalbimda ham, nafaqat hayotimda, balki qalbimda ham o'zini chuqur va ijobiy izini qoldiradi. Nima uchun, qanday mehr bermaslik mumkin? Axir bu yerda shuncha insonlar, shuncha xalq, shuncha hamkasblarim bilan birga ishladik, shuncha ishlarni birgalikda amalga oshirdik, bir havodan nafas oldik. Shuning uchun jamoani har bittasini yaxshi ko'raman, doim avaylab asrab, birontasini burnini qonatmasdan, bironta sochini tolasi tushmaslikka harakat qilib ishladik. Shu jumladan Qayum Orbekovich tuman tashkilotlari bilan, tuman hokimiyatidagi rahbariyatimiz, deputatlarimiz va tuman tashkilotlarining barcha rahbarlari bilan juda ham bir hamkorlikda, juda bir iliq munosabatda ishladik. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, juda ko'p masalalarda ular uchun ham albatta bu tashkilot
inson sifatida ustoz, shogird, aka singil, aka opa sifatida bizda munosabatlarimiz davom etadi deb o'ylayman va men shuni tarafdoriman. Shuni istayman. Men uchun faqatgina shu narsa kerak. Men sizlarni telefonda ovozlaringizni eshitsam, juda ham xursandman. Mana bugun bizlar juda aziz inson, qadrli rahbarimiz Ulug'bek O'ktamishni bilan xayrlashyapmiz. Men juda hayajondaman. Sababi Ulug'bek O'ktamish bilan men juda ko'p ishlaganman. Shu boshqarmada bosh idea, onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshliq o'rinbosari bo'lib ishlab kelganlarda bular biz rahbarimizni shundan beri taniyman va shundan beri ishlayman. Shu sog'liqni saqlash a'lochisi degan unvon berildi. 23-yil juda ko'p shu taqdirlandik bizlar tibbiy xodimlar. Bundan tashqari bizlarni hamma vaqt rag'batlantirib shu meditsina kunlari bizlarga tibbiyot bayramida bizlarga shuni esda qoldiradigan bayramlar berildi. Buni biz hech qachon unutmaymiz. Samarqandda hammamiz esimizda shu qilingan ishlar. Ulug'bek O'ktamish har tomonlama tibbiyot tizimini hamma bo'g'imlarini, hamma sohalarini biladigan shu o'tkir professional rahbar. Buni butun viloyat biladi. Mana Jamshid Shukurovich buni aytib o'tdilar. Buni butun Samarqand viloyati biladi. Paxtachida qilgan Ulug'bek O'ktamishning savobli ishlari bu bizlar unutmaymiz. Bu tarixda qoldi. Bizlar sizdan minnatdormiz. Shu ishingiz uchun, bizlar shunday katta ishlar qilib ketganingiz uchun Ulug'bek O'ktamish bizlar sizga ta'zim qilamiz, rahmat aytamiz. Men tibbiyot shu xodimlar nomidan, Paxtachi tumani ayollari nomidan sizga rahmat aytaman. Sog' salomat bo'ling. El, yurt, xalq baxtiga omon bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli rahbariyat xodimlari. Assalomu alaykum, qadrli tumandoshlarim, hamkasblarim. Paxtachi tumani azaldan eng Allohning nazari tushgan yurt. Paxtachi tumanida Ulug'bek O'ktamich kelgandan buyon qilingan ishdan oldinrog'ini gapirmoqchiman. Mana suratni ko'rsataman sizlarga. 2009-yil Dehqonobod oila poliklinikasida mudir bo'lib ishlaganman. 3 ta vazirni kutganman. 3 chala vazir: Adham Ilhomovich Ikramov, Shavkat Ibragimovich Karimov, Musa, hammasini kutganimda Samarqanddan turib, onalik va bolalik bo'yicha adashmasam,
Mana shu yerda rasmlarimiz turibdi. O'shanda hammasini jo'natib o'zimiz rasmga tushganmiz 2009-yilda. Demak, paxtachi uchun azaldan bizga yordami tegib yurgan. Paxtachiga kelgandan keyin ham qilingan ishlarni bitta misolini aytmoqchiman. Masalan, birinchi koronavirus boshlandi. Koronavirus davrida o'zimiz ham uncha bila olmadik o'sha narsani. Hali hech kim, olimlar ham bila olmagan davrda bizni kasal Dehqonoboddan Kattaqo'rg'onga ketgan, buyragi kasal bo'lgan ayol, u yerda u gemodializ olish kerak bo'lgan. O'sha gemodializgacha Kattaqo'rg'onga borguncha yana kasallik yuqtirgan va kasallanib qolgan. O'sha gemodializga navbatga kutgan, bugun bo'lmagan, erta bo'lmagan 3-4 kun navbatdan keyin ahvoli og'irlashib, gemodializdan o'tib keldi va koronavirusda birinchi vafot etgan bemori o'sha bo'ldi. Lekin hozirgi kunda paxtachining o'zida turibdi gemodializ. Olib keldilar. Mana shu narsalarda paxtachini mana Hakimqulda ishladim men. Hozir nafaqadaman, Hakimqul oilaviy shifokorlik punktida ishladim. O'sha davrlar jarayonida Hakimqulga kirib kelganimizda hech narsa yo'q edi. O'tirgan normal stul ham yo'q edi. O'zimiz ham tikka turib bir-birimiz bilan navbat qilib choy ichib oladigan joylarimiz ham bo'lgan. O'sha narsalarda Ulug'bek O'ktamovich juda katta talabchanligi birinchidan, ikkinchidan e'tibori va yugur-yugurlarni qilib mana shu hozir borib ko'rsangiz ham bo'ladi. Binolari juda eski, ammo lekin ichidagi narsalari yaxshi. O'sha narsalarni hammasini Ulug'bek O'ktamovichning xizmatlari bilan bo'ldi. Endi hozir mana lor kombaynlar, barisi, hammasi endi bilaman. Bu bitta insonning ishi emas, butun jamoaning ishi. Men istayman, Ulug'bek O'ktamovich hali yana ko'p yaxshi lavozimlarda ishlab, bizni paxtachimizga yana yordamlari tegaveradi. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hozirgacha qilgan xizmatlarini Alloh qadrladi, bundan keyin ham qadrlab yursin. Endi faqat Hakimqul oila shifokorlik punkti 2,5 milliard so'm yutib yangi bino bo'lmoqchi edi. O'sha narsa armon bo'lib qoldimi deb qo'rqibman. Endi hokimlarimizga havola qilaman. Iloji bo'lsa men uyda bo'lsam ham men yordamda turaman. Belimda kamarim yechganim yo'q. Shu paxtachi tumaniga qilgan xizmatingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Bitta gapni aytib ketay, ikki og'izgina. Mana shu 3 yil ishlagan jarayonida meni 45 yillik mehnatimni qadrlab, salomatlik 2-darajali ordenini prezidentimiz o'zlari ko'ksimga taqib qo'yganda, men даже oyog'im yer ostini ko'rmay qoldim desam ham bo'laveradi. Shu uchun ham katta jamoatchilik kengashining rahbari, tuman hokimining masalasi lavozimida ishlab kelyapman. Men men butun barcha paxtachi tumani nuroniylar nomidan boshimni egib turib sizga ta'zim qilaman. O'ylaymanki, mana shu paxtachi tumanida katta bir maktab yaratdingiz. Katta bir maktab. Tibbiyot sohasidagi kadrlarning salohiyatini oshirdingiz. Bu kadrlar nasib bo'lsa shogirdlaringiz ustozdan o'tishi kerak. Albatta men o'ylayman, albatta o'tadiganlari bo'ladi. Mana sizga hozir yaxshi yo'llanmalar berib nimalar qilyapmiz. Albatta siz uzoq yillar xalqimizga, davlatimizga xizmat qiladigan prezidentimizga, xalqimizga sadoqat bilan xizmat qiladigan ajoyib insonsiz. Bundan keyin shunday bo'ladi deb o'ylayman. Men mana shu Anvarjon Bobomurod haqida gapirdik. Hozir hokimiyatda vaqtincha Jamshid aka ham aytdi, vaqtincha o'rinbosar vazifasida turib, albatta Anvarjon sizdan kerakli bo'lgan maslahatlarni olgan, tavsiyalarni olgan. Bundan keyin ham nasib bo'lsa sizni maslahatlaringizni ishda davom ettirib, paxtachi tumani tibbiyot xodimlarini sha'niga shon shuhratini ulug'laydi. Hamma gapni mendan oldin aytib qo'ydingizlar. Ulug'bek mana shu 3 yildan oshdi. Men nima qilib o'tiribman. Men shu tumanda tibbiyot sohasida ishlayotganimga 8 yil bo'ldi. 9-bosh vrach bilan ishlayapman.
albatta o'zim bilan birga. O'sha 8 ta bo'lgan. Endi demoqchimanki, birinchidan har kim ham rahbarlikka tayinlanmaydi. Nima deymiz? Eskicha aytganda yangichasiga Allohning nazari tushgan odam rahbar bo'ladi. Mana xuddi shunday shu prezidentda o'tirgan rahbarlar o'rinlarga qo'yib beryapsiz. Bu kishiga ham kuch-quvvat tilaymiz. Tadbirkor inson. Undan ko'p ish keladi. Mehribon, bemorlarni tepasida kecha kunduz men bilaman turadi. Hech ketmaydi. Shu kasalga bir ijobiy tomon bo'lmaguncha. Shuning uchun hammalaringizga rahmat, sog'lik tilayman, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Sizlarga ham ishlaringizga rivoj, yaxshi kunlar bo'lsin. Tumanimiz bundan-da yuqori o'rinlarda bo'lib, el xalqning hukumatimizning nazariga tushgan bir tumanlar bo'lishini istab qolaman. Rahmat, sog' bo'ling. Aslında Navoiylikman fakat maqtanchiliklar emas, Navoiyliklar gapirsa ruxsat bersalar kerak. 1,5 yil oldin Ulug'bek O'ktamishning o'g'illariga keldim. Mana aytdim, 3 qizlardan kelib, men 25 yil ishladim o'sha yerda, 8 yil rahbar bo'lib ishladim. Menga ish berasizmi deganlar, yo'lda kutib olib, aytdilar Ergashga borib ishlayvering. Qayerda ishlamoqchisiz? Men aytdim, Ergashga ishlamoqchiman. Fakat sharoiti ozgina yomonroq, salgina chidasangiz yaxshi bir poliklinika bo'ladi dedilar. Borib ishlayvering dedilar. Bordim ishladim, mana Allohga shukrki 1,5 yil bo'libdi. Hozir Hayit Elbigitni poliklinikasidagi oilaviy poliklinika viloyatda ham dajib bo'lmasa kerak. Shunday chiroyli, shunday ajoyib, shunday sharoitlar yaratilganki, inson havas bilan ishlaydi. Havas bilan insonlarga yordam qilishga harakat qilasiz. Men bu kishini ikki jihatlarini juda ulug' hurmat qilaman, e'zozlayman. Birinchi jihatlari bu kishida dunyoviy ilm ham diniy ilmlarga ega inson. İkinci jihatlari bu kishi shunchalik tadbirkor inson, tadbirkor rahbar sifatida hurmat qilaman bu kishini. Sababi mana borib ko'ringlar tumandagi tez yordam bo'limini. Men masalan Navoiy viloyatidagi barcha tibbiy muassasalarda bo'lganman. Hattoki respublikaning boshqa viloyatlarida ham ko'rganman, lekin bunaqa muassasani ko'rmaganman. Bir sut pulni tashqaridan olib kelib ichkariga olib kirishni o'zi bo'lmaydi. Bu kishi necha milliard pullarni olib kelyaptilar. Bu kim uchun? Bu siz bilan biz uchun. Bu kim uchun? Bu xalq uchun. Bu kelajak farzandlarning sog'lik salomatligi uchun. Ulug'bek O'ktamich sog' bo'ling, omon bo'ling. Alloh, siz Allohga yaqin insonsiz. Besh vaqt namozingiz bor. Alloh sizni hamisha qo'llaydi. Kelin bilan ko'cha bo'ling. Farzandlarni baxtga omon ko'rgan bo'lsangiz, nabira aviachilarni ko'ringlar, ularni ham baxtga omon ko'ring. Yaxshi kunlarga kelsin. Chunki bizga juda ko'p yaxshiliklar qildi. Eng asosiysi mana bu bizda eng katta qilgan ishi xodimlar bizda 0,25 stavkada ishlardi. Hurmatli Qayumnurbekovich, shunaqa ahvolda ishlar edik. Keyin Ulug'bek O'ktamovich shaxsan o'zlari hammamizga yig'ilish qilib, bundan buyon bu yerda boshqa ishchi, begona ishchi ishga olinmaydi. Faqatgina hamma xodimimni men qachon bir stavka qilaman, ana undan keyin qolganlar ishga olinishi mumkin. Kazolar kelgan taqdirda ham o'sha men o'z xodimlarimni oylik maoshlarini to'liq o'sha stavkalarini ta'minlab bermas ekanman, men hech kimni ola olmayman deb turib, mardlarcha biz uchun javob berganlar. Masalan, tuman tibbiyot birlashmamiz biz Ulug'bek O'ktamovichni yaxshi deb ta'riflash
lekin xalqni hurmatini qozonish bu har kimga emas. Rahmat sizga. Biz siz bilan faxrlanamiz. To'g'risi, bu faxrlanib aytdim sizga. Mana bugunimizda 3 yil davomida birga yelkama-yelka ishlab kelgan Suvana klubi o'qituvchilari bilan xayrlashmoqdamiz. Men shu tumanimizdagi 1068 ta hamshira nomidan Ulug'bek O'ktamishga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Hamshiralarimizni birinchi o'ringa qo'yib, har doim hamshiralarni qo'llab-quvvatlab keldi. Hamshiralar kuni bayramlarida hammamizga sharoitlarimizni yaratib, viloyatga borib o'tkazib kelib, viloyatga borib hamshiralar ko'rik tanlovlarimizda ham qatnashib yonboshimizda turib keldi. Bayramlarda faqat hamshiralar, farroshlarni juda ko'p birinchi o'ringa qo'yib esladi. Ulug'bek O'ktamish, sizga bu mehnatlaringizga kattadan katta butun tuman hamshiralari nomidan minnatdorchilik bildiraman. Boshlayotgan ishlaringizga ham ulkan zafarlar tilayman. Nasib bo'lsa shu to'ylar qilib bolalaringizni, farzandlaringiz hammasini huzur halovatini ko'ring. O'rinbosaringiz Anvar Nolbekovich ham xuddi sizni yo'lingizdan borib hamma hamshiralarimizni qo'llab-quvvatlaydi degan umiddamiz. Har doim yaxshi kunlaringizda birga bo'laylik. Rahmat. Hamshiralar nomidan gapirsam deb o'tirgandim, lekin gapiruvchilar juda ko'p uchun vaqtni olamizmi deb indamay turgandim. Lekin meni ham shu qalbimda, ko'nglimda mana shu bo'layotgan tibbiyot sohasidagi qilingan ishlar haqida gapirish niyatim bor edi. Hozir mana singlimiz Samandar aytib o'tdi, juda ham mana shu kadrlarni stavka bilan ta'minlash masalasida juda katta ish amalga oshirildi-da. Shogirdingizni tayyorlab, o'rinbosar qilib qo'yib ketyapsiz. Anvar Bobomurodovni ham ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Mana shu sizni izingizdan borsa, mana shu yigitimiz ham kam bo'lmaydi. Tibbiyot soha xodimlariga hammasiga omad tilayman, sog' salomat bo'ling. avvalambor aytmoqchi bo'lgan narsam, juda nur yuzli insonsiz. To'g'risiga qavoligingizga ayollar daftari o'qisha bo'lganida biroz qayg'urardim-da. Shunaqa insonligingiz, kamtar inson, cho'p desa joyida hamma ishlarni mukammal qilgan insonsiz. Mana biz boyroq xotiralar bo'lmada nochor bo'lgan ayollarimiz, tibbiyotga muhtoj bo'lgan insonlarimiz borida so'zsiz mana 3 yildan ziyodroq bizlar birga ishladingiz. Biron marta yo'q degan gapingizni eshitmaganmiz. Yo'ldagi yig'ilishdaman degan joyingizga Anvarjon bor, o'rinbosarim, mana shu bilan shug'ullanarli joy-joyga bartaraf etganingiz, siz mana shu zalda o'tirgan shifokorlarni juda yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Qaysi lavozimda ishlashingizdan qat'iy nazar, avvalambor siz insonsiz. Qat'iyatli bo'lishingizni va shu ishingizda davom ettirishingizni, sog'ligingizni o'ylab, farzandlarni kamolga yetkazishni tilayga oshiman. Rahmat. Ulug'bek O'ktamish, sizga gapni qisqa qilib aytaman. Siz men bilgan rahbarlarning ichida diyonatli, ziyoli, diniy bilimga ega, ijtimoiy himoyaga muhtoj ko'p oilalarga yordam qo'lini cho'zadigan ajoyib rahbarsiz. Mana shu fazilatingiz hech qachon yo'qolmasin. Oilangizga, o'zingizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda omad tilayman va sizdan men ko'p narsa o'rganganman. 3 yildan beri hamkorlikda ishlaymiz. Sizga bitta narsani aytaman. Sizdek rahbarlar ko'p bo'lsin. Rahmat sizga, sog'-salomat. Jamoaviy agar tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, binolarni joyiga o'tirib olib, ta'mirlab ketish lazim. Mana shu sizlar uchun. Albatta, yuqorida aytgandek, Ulug'bek aka to'g'risida ko'p fikrlar bildirganlar. Lider sizlarga rahbar emas. Lider. Rahbar bilan lider o'rtasida eng muhimi sog'lik, oilangiz baxtiga, oilalarni faqat
Kasal bo'lmaslik harakat qilaman. Ha. Shuni ta. Hamma yaxshi. Faqat sog'liq ishlaringizga omadmi deyman. Rahmat, sizga juda yaxshi ishladim. Rahmat. Rasmga tushmaylik, so'naman. Assalomu alaykum. Skor tezroq. Bormayman degan haqda. Erkaklar tugamaydi deyman. Bitta Здравствуйте.